tungi sukunatni hayvonlarning vahimali ovozi buzib yubordi. Tong otganda esa fermerlar dahshatli manzaraga duch kelishdi. O'nlab chorva mollari qonli, tanasida g'alati teshiklar bilan o'lib yotardi. Bu shunchaki yirtqich hayvonning ishimidi yoki biz hali bilmagan boshqa bir mavjudotnimi? Bugun biz dunyoni 10 yillab qo'rquvda ushlab kelayotgan, nomi afsonaga aylangan sirli maxluq chupakabra haqida gaplashamiz. U asrida mavjudmi yoki bu shunchaki odamlarning tasavvuri mahsulimi? Keling, haqiqatning tubiga yetamiz. Undan oldin shuncha mehnatimiz uchun kanalga obuna bo'ling. Chupakabra so'zi ispanchadan tarjima qilinganda echki so'ruvchi degan ma'noni anglatadi. Bu mavjudot haqidagi ilk xabarlar 1995-yilda Puerto-Ricoda paydo bo'lgan. O'shanda 8 ta qo'y o'lik holda topilgan bo'lib, ularning har birining ko'krak qismida 3 ta teshik bor edi va tanasidagi barcha qon so'rib olingani aytilgandi. Oradan ko'p o'tmay guvohlar paydo bo'la boshladi. Madeli Talentina ismi ayol birinchi bo'lib maxluqni o'z ko'zi bilan ko'rganini da'vo qildi. Uning tasvirlashicha bo'yi 1,5 metr atrofida, orqasida o'tkir tikanlar bor. Ko'zlari katta va qizil, xuddi kenguru kabi sakrab harakatlanardi. Tez orada bu vahima Meksika, AQShning janubiy shtatlari va hatto Rossiya hamda O'rta Osiyo mamlakatlarigacha yetib keldi. Odamlar o'z hovlilarida g'alati, tufsiz va dahshatli hayvonlarni ko'rishayotganini aytib, bong ura boshlashdi. 2000-yillarga kelib, chupakabraning tashqi ko'rinishi haqidagi gaplar o'zgardi. Endi u o'zga sayyoralikka emas, ko'proq tuksiz, terisi bujmaygan, ko'kish kulrang it yoki bo'riga o'xshash maxluq sifatida ta'riflana boshladi. Texaslik fermerlar bir necha bor bunday maxluqlarni otib tashlashdi va ularning jasadlarini olimlarga topshirishdi. Mana shu nuqtada afsona va haqiqat to'qnash keldi. Xo'sh, olimlar nima deyishdi? Chupakabra deb atalgan jasadlar DNK analizidan o'tkazilganda natija barchani hayratda qoldirdi. Tekshirilgan barcha jasadlar aslida oddiy koyot, it yoki yenotlar bo'lib chiqdi. Ular sarkoptos qo'tir kasalligining og'ir formasiga chalingan edi. Bu kasallik tufayli hayvonning yungi butunlay to'kilib ketadi. Terisi qalinlashadi va qora kulrang tusga kiradi. Kasal hayvon juda kuchsiz bo'ladi. U tabiatda tez yuguradigan kiyik yoki quyonlarni ovlay olmaydi. Shu sababli u osavojaga qoramollarga yoki qafasdagi tovuqlarga hujum qilishga majbur bo'ladi. Ekspertiza natijalari shuni ko'rsatdiki, qon so'rib olinmagan. Hayvon o'lganidan keyin uning qoni tanasining pastki qismiga quyiladi yoki yerga oqadi. Bu esa qonsiz qolgan degan noto'g'ri tasavvurni uyg'otadi. Lekin to'xtang. Puerto-Rico'dagi o'sha tikanli maxluqcha. Olimlar buni ham tushuntirib berishdi. 1995-yilda Madeli Talentina bu maxluqni ko'rganini aytishidan bir necha kun oldin ekranlarga Species nomli fantastik film chiqqan edi. Film mavjudoti aynan Talentina tasvirlagan maxluqqa juda o'xshash bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, mifologik chupakabra mavjud emas, ammo tabiatda kasallik tufayli dahshatli ko'rinishga kelib qolgan yirtqichlar bor. Odamlar o'zlari tushunmagan narsani har doim g'ayritabiiy kuchlarga bog'lashga moyil. Lekin baribir ehtiyot bo'lgan yaxshi. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.